Assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlari. Bugun mana quyonlarimiz tug'ilgan 3-kuni 5-may 2025-yil. Bugun mana 3 kunlik quyonchalarni ko'rsataman. Egasi yaxshi, hozircha ozimagan. Bolachalar. O'nta tuqqan. Nasicha qizg'ancharoq chiqdi. Ko'rsa tashlanyapti. Bu yerda ikkita quyonni ham erkakka qo'shganman. 30-aprel kuni qo'shganman. Keyingi 30-mayga mana shu oyda 30-mayga tug'adi bular. Xudo xolasa. Bu ikkovi bo'lsa jinday yoshlik qildi. Qo'shilmadi bular. Bularni 3-4 kundan keyin qo'shib ko'ramiz. Mayda 3ta jo'jam ham bor. Bular ham hozircha yashab tursin shu yerda. Keyin buni bitasini berib olsam, ikkovi bittadan joyga tug'iladi. Kattani ham shu o'zim qilganman, qo'l bola. Setka ham arzon narsa ekan. Tagiga ham, tepasiga ham shundan qildim. 12 mingdan oldim metrini. Tepasidan ochiladi. Ketadi, shu uylar bor narsalardan qilib qo'ysa ham bo'laveradi. Arzon tushadi. Bitta kecha hinduan bostirib qo'ydim. Bugun desa ham bo'laveradi. Qora tovuq tuxumlaridan, qora shahzodan. Katta saralanganidan olib bostirib qo'ydim. 24 ta tuxum bostirdim. Bugun 5-may bo'lsa, 25-mayga ochish kerak. Xudo xolasa. Videolar qiziq bo'lsa kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa birga rivojlanamiz. Rahmat hammaga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.